Yo'l yurib charchab ketdim, yetib keldim va Yo hammaga salom do'stlar, sizlar bilan hordam kerak. Bu men Jako. Bugungi videomizda sizlar bilan qayerdaman desalang, men yangigina 13-qishloqqa keldim. O'zingni 13-qishlog'ingga nima bo'ldi desalaring, o'zimni qishlog'imdagi jitellar bilan gap talashib qoldim, tortishib qoldim va urushdim. Shu sababli mer meni qishlog'imizga haydaverdi. Men ham mayli dedimda, qaytadan bosh og'riqdan qutulganim yaxshi dedimda, o'zimga yangi 13-qishloq topib keldim. Va men mana shu yerga joylashmoqchiman. Aytgancha bolalar, iltimos sizlardan tezda bittagina obuna jalga qilmasdan bittagina obuna bosib qo'ying va biz tez orada 100 ta bo'lamiz. Albatta obuna kutaman sizlardan. Qani let's go unda. Shu jitellar bilan urush menga yoqmaydi. Salom jitel, qalaysiz brat? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'zingcha zo'rmi? Yaxshi. Sezgan bo'lsangiz, qishlog'ingizga men mehmon bo'lib keldim. Ya'ni endi shu yerga yashamoqchiman. Keyinchi menlar nima istaysan? Sizlarning merlaring qayerda? Orqamdagi uyni ko'ryapsan, qasrni oldidagi? O'sha yerda. Dushi rahmat brat, yuragidan Arzimay. Tak, bizni merimizni uyi ham mana shu yerda edi. Keyinchi. Sizlar qiziqmay turing, mayli, men bu yerda yangiman hozir. Uzr brat. Mayli. Men shu yerda yashab olayin, hammang kuningizni o'staman. Tak, bizda ham oting ko'rar merimizni uyi shu yerda edi. Qani kirishga mumkinmi? Kiraver. Hozir eshikni yopib olay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sen nimaga kelding bizning qishloqqa? Sizlarda qishloqlaringda arzonroq bir uy yo'qmi, oddiygina bo'lsa? Arzonroqmi? 2 stak, 3 stakli uylarimiz bor. Menimcha pulim yo'qda, arzonroq, ixchamroq uy yo'qmi? Bir uyimiz bor, lekin unga pul shart emas. Tekin uy, lekin uni o'ziga remont qilib olsa, anchagina pul ketadi. Ozroq kamchiligi bor. Mayli, qayerdaligini ayting, joylashaman. Eshigida chiqasan, to'g'riga yurasan, keyin chaproqqa burilasan. Bo'ldi, o'sha uy seniki, joylashaver qo'rqmasdan. Xush kelibsan bo'lmasa bizni qishloqqa. Dushi rahmat, men albatta yaxshiliklarda ko'rishamiz. Ko'rishmaymiz, nafaqat sizga yordam beraman. Bo'pti, tez bor. Mayli. Tak, qayerda dedi, chiqqandan keyin to'g'riga bu yerda quduq bor, sal chaproqqa dedi va to'g'ri ishqib bo'lmasinda. Mayli bo'laylikchi. Uy tekshilyapti. Mana nima narsa bo'ldi? Uy tekin uy ekan. Demak, hokim shuni aytgan ekanda, hokimi mer. Bu uy changar surib yotgan, mayli ichini ko'raylikchi. Ochilmaydigan ham bo'lib qolar ekanki. Atrof ancha u rasvo-ku bo'ldi. Lekin meni oldimda ko'rib turganlaringdek faqat pul bor, meni anonim bor, kirka, belkuragim bor, demak sotib olishimga to'g'ri keladi. Bo'pti. Biron bir do'konni olib kelayinchi. Mayli, rahmat jitel, dushi rahmat. Tak, bolalar, kirka-pirkalar oldik, manakay turibdi hammasi. Endi bu uyni remont qilish kerak. Hech bir yo'qmaydi menga remont qilish. Mayli, hech qisi yo'q. Hoppa. Qalachi yo'q ekan, shuning uchun manani olaverdik bolalar. Yo'qdan ko'ra bor. Nega tepasida sindirib chiqsakchi. Birinchi mana shular chirmoqlar yo'qotalik, xalaqib beradi. Bular olinmayapti. Derazani sindirib olmasam bu tashqi tomondan ekan. Derazaga tushdim. Bolalar, bilasizlar, derazalar qanchalik qimmat bo'lib ketganini. Tak. Dubadaklar keyin qilamiz. Lapatga olib qumlar to'g'rilaylikchi. Birda 2 ta o'rdi, ko'ringlarmi? Gap yangida hali. Mana. Yo'qman
qaragim kelyapti. Yo-mayo. Nima bu? Jasadmi nima narsa bu? Aytdim obunachilar, nimaga uy tekinligini, qaysi ahmoq uy tekinga beradi? Endi bu Endi bu xaroba joyda-ku, lekin bu xaroba joydan tekinga bermaydi. Nima tekin desam, mana bu yerda murda bor ekanda. Bu murda demak endi shunda bu uyda egasimi? Ko'nglim kelmayapti. Nima deysizlar bolalar? Ko'nglim bo'shda, mayli op chiqarib tashlamasak bo'lmaydi. Mayli kim qilamiz? Boshimga shu kunlar ham bormidi. Uylik topish kerak endi bolalar. Hoppa, böyle oldik. Op chiqarib tashlaylik buni. Tak, bola bu uylik to'g'ri tashlamasak bo'lmaydi. Birdaniga bloklar olib kirishim kerak qayerdandir. Nariga tashlab kelayin. Bu yerda qishloqlar bor. Tak, keyin biz qayerdandir blok topishimiz kerak. Chunki deganda biz mana shu atrofga qo'yamiz. Hoppa. Mayli. Tak. Qayerdandir endi men blujnik olishim kerak. Taxta. Mana yog'ochlar ovsan bo'ladi-ku. Nima yo'mayapti? Hop. Qo'lim qiyshiqda bola, ko'rdinglar, menda buni keragi ham yo'q. Nima keragi yo'q? Men buni maydalayman-ku. Hoppa. Bu yerda qishloqlari indamaydi degan umiddaman. Bloklarini olyapman-ku, daraxt deganday. Bir kun yashayin bu yerda-ku, o'zimga begala olaman. Tak, hozir bizga juda ko'p taxta yog'ochlar kerak bo'ladi. Bular o'ynashda aytamiz. Mayli 20 ta qilaylik shuni. Mana shu daraxtni olib ketamiz. Hala uyimizga mebellar ham olishimiz kerak. Bu yerda mebel bormi, yo'qmi? Kesib qo'yaylik bo'la. To'p bitmasin. Tak. Atak normal qishloq biznikidan farqi, biznikida yangi narsa qurilgani, bularga qurilmoqda. Men keldim o'zim quraman. Uyimni tozalab chiqmasam. Derazaga tushishimni saqla. Shu derazalar shunchalik ham ko'p bo'ladimi bunday narsa? Hey, bu yerga kuchimdan bo'yim ham yetmayapti. Bo'yim pastda. Bola uyda ishlaydi, lekin qiyin masala. Mana ishlaydi. Hatta bir ikkita joyini tozalaydi. Nimaga qilaman? G'ayn o'zim yashaydigan uyda. Eng qizig'i men yashaydigan uyda jasad chiqdi. Qanday qilib yashayman uni bilmayman. Eng qizig'i normal bu yerda agarot ham bor ekan. Mana shu yerda o'zim egalayman mana shu uyga. Kakras o'zi agarot kerak edi. Biz blujnik olib kelmabmiz-ku bolalar. Qayerdandir bloklar olishimiz kerak. Qayerda bir kompon yo'qmi-kan? Mana da g'or bor ekan-ku. Berlika suv yo'q. Ko'rib ketdim. Boshqa joyda bo'lish kerak. Yana qidirishimiz kerak. To'xtanglarchi, qayerdadir chiqar balki. Mana shular bo'laylikchi. Qayerda bloklar bor ekan? Yo-mayo. Hatta bo'pti iloji bola suvdan bo'lsa ham olamiz. Iloji yo'q. Balki narki tomonda bordi. Suv bo'lmaydi, suvda
kirka bilan toshlash qiyin masala bola. Mana. Vah, oyog'im. Shag'in sakrab tushdim. Mana bana qo'yib topdim. Kiyimim bor ekan. Kakras bola. Kiyimir degan narsani ko'rsam. Nima narsa bu? Nima bu? Yo-moyo, nima men xazina topdim bola. Endi xazina emas, bo'ladi qimmat. Oltini bor ekan, eng qizig'i bo'ladi bizga. Yana qayerda bo'lmikan? Bitta biz o'zi bolalar nima uchun kelgandik? Tosh. Nima bu epik narsami? Men bunaqa mod qo'shmaganim shekilli. Serios bola men Bibi. Ben blujnik qayerdan olaman endi? Mazgi. Bola. Bola, sizlarim ko'ryapsizlar, men blujnik olaman, blok olaman deyapman, lekin qanaydir yeb bitarsa menga bloklar beriyor. Har xil instrumentlar. Atak men bu modni qo'shmagandim. Eng qizi men o'zim ham hayron. Yo-moyo, bag'ni qaranglar, bag'ni. Aytgancha shu bag'imiz uchun ham bitta like ayamaysizlar degan umiddaman. Bag'imiz uchun bitta like. Oh my god! Wow! Yo-moyo, bola, men qaranglar, ichim nimalarga to'lib ketdi. Iloji yo'q, bola, blok sotib olamiz. Yana bir marta urinib ko'raylikchi. Короче, bo'lmas ekan, blok sotib olmasak bo'lmas ekan, bola. Harakat. Bularda yomon sekin bo'ladi, ishtimay yoqmayapti. Bo'pti, blok sotib olar ekanmiz yana bolalar. Yaxshi ham bolalar, pulimni ishlatmaydigan bo'lim chunki degani. Boyaki bloklar teshgan paytim har xil epik narsalar o'shalar obmen qilaman o'tda blujnikka. Tak, uyimizni remont qilishni boshlaymiz bolalar. Oppa. Buyoqqa blujnik kerakmas. Buyoqqa ham kerakmas bitta. Buyoqqa taxta. Anaka. Bola, uy qanday chiqyapti? Remont qilishga gap yo'qmi, yo'q, rasvomi? Ata kommentda kutaman sizlarni. Agarotdan nogiron chiqibdi bola. Mayli, hech qisi yo'q, nolmaymiz, zato uy tekinga tushdi. Hoppa. Nima? Nima bu? Bunday ichimda bag bo'lmasdi. Bizga bu o'tlar kerak emas. Sippalargacha chiqdi. Nima bu? Bloklardan har xil epik narsa berib qoldi. Bloklari bitta, ikkita, uchta qo'ysak yetadi degan umiddaman. Ichim to'lib chiqmasa keyin o'tirib tushar, biron kun o'zimga zarar. Qayerdirda to'ldirib chiqmadimda. Eng qizig'i bu blok menga o'nta almas berdi. Atak shu joyini to'g'ri qildi, bo'ldi, chalg'imaymiz bola. Hoppa, tom qolib ketgan ekan. Lekin bitta derazaga tushdim-da, shunisi ham bo'ldi bola. Tak, endi biz uyimga jihoz olib kelamiz. Endi uyga jihoz kerak.
Nereden söyleyelim? Do'kon bilmayman. Mebellar do'kon. Okam kirsam bo'lam. Kiraver. Hoppa. Yana bir bor bezovta qilaman. Uzra. Ha, hech qisi yo'q, nima kerak? Ana mebellar do'koningiz bormi bu yerda? Ha, bor. Aytib o'rmaysizmi, qayerda? Mana shu uydan chiqasan, to'g'ri ko'rsa chapga, boshi burilsa to'g'ri ketgan uylar bor-ku, va orqa bilan. Ha? O'sha yerda chapga burilsa birinchi uy. O'sha yerda mebellar do'koni. Addushi rahmat. Arziysan. Rahmat. Mer. Addushi yuraydas. Menga bu mer yo'qdi. Narki merimiz o'zi bo'lmasdi. Nima desam, qo'pol tarzda aytganda uzra bo'lib, ko't dedi u merimiz. Mana shuymi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu yer mebellar sotadigan joymi? Ha, ko'rib turganingizdek mebellar sotaman. Shu menga mebellar kerak edi. Qayerdan bilan mebellar? Mana shkafimizdan. Hop. Ko'rsam bilan? Ha. Tak, teparakini ko'rsak. O, yaxshi. Qasdi nimalar? Kiyimlar ham sotasizlar. Ha, endi tirikchilik. Streamerlarning naushniklari-ku. Birinchi mebellar olishimiz kerak. Ha, olavering. Hoppa. Birat, mana shu mebellarni hammasini olaman. Tez pulni hisoblang. Bo'pti. Tak, menga birat bir ikkita narsa olmay qolmaysizmi? Yo'q. Bo'pti, bo'lmasa men sizga sovg'a tarzida tayyorlab ketay bir ikkita narsa. Bu kerak emas menga. Kerak emas. Bo'lib qolgan kerak ekan birat. Menga bular kerak. Bu ham. Yotog'im yo'q aytgancha. Bu ham kerak. Atak, rahmat. Mana shu ofshi mebellarni necha pul bo'ldi? Tak, hisoblab chiqqanda 31 ming. Hozir menda 31 ming bormi ekan? 37 ming ketdi. 3 ming qo'shib 31 ming. Mana birat hozir uzra mavzuga tashlang. Hech qisi yo'q. Managa 31 ming. Dushi rahmat. Yana nimadir kerak? Aytgancha menga kiyimlar ham kerak edi birat. Kiyimni qaysi futbolkasi yaxshi bolalar? Mayli, men mallasini oldim, bitta shortkichani oldim. Naushniklardanmi? Yashilni oldim. Bolalar, agar sizlar shu yerda bo'lganlaringda qaysini olardinglar? Futbolkani qaysini, naushniklar qaysini olgan bo'lardinglar? Here I come. Birat. Kiyimlar pulini bermaysizmi, brat? Uzra hayolim ko'tarib ketdi. Esimdan chiqib ketgan qarangda. Nech pul bo'ldi? 8 ming. 8 ming. Managa birat, rahmat. Kelib turing. Rahmat. Tak, bu yerda qishloqlar muomalasi yaxshi ekan. Eng qizig'i meni $1. O'yin dollarim ham bor ekan. Endigina qashshoq bo'lib qoldim. Ovqatim yo'q chunki degani bo'ldi. Bitta mana stakan bor, o'shanimiz dach tarzda qaytarishdi. Uyga qaranglar, gap yo'q. Mana sandiqda katta sandiqda. Mana qo'yib. Mana kerak instrumentlar yerga qo'yib turaylik. Yo'q, telefon обязательно. Telefon meni oldimda turishi kerak. Telefonsiz hayot yo'q bo'lar, hazır. Tak, futbolkani bu yerga hamma narsani tiqib turay yerga. Pulga, map, kerak bloklar. Bular bu yerga. Mana shunday. Mana bu chiroqni mana shu yerga qo'yaman. Anaqa yorishdi. Yotog'imni mana shu yerga. Hoppa. Shkafni bu yerga, buni bu yerga, stulchani, notebook chiqalagani mana shu yerga bolalar, mana shunday. Bu zona qo'ysa kerak tashqariga, atak uyimda zona bor. Bu yerga ovozini eshitamiz. Shu zvonogimiz uchun ham bolalar, ovoz uchun ham bitta like. Tak, bu yoqqa hayajonlanib ketdim. Qo'yila qolsang-chi.
Anaga bola, ana gap yo'q. Soat 6:00 halta uyg'lash kerak buni. Buni tashkil. Yana bitta fonusimiz bor ekan bola. Tek buni bilmasa xo'scha qo'lim qiyshiq. Sakrab ketdi mana. Hoppa, mana shuni mana shu yerga qo'ying. Yo'may hali abel. Mana shu yerga xo'scha qo'y. Bola, xona qanday chiqadi? Evimizga uzr. Buni qayerga deb qo'yaymi? Yo'q, mana qo'yganim yaxshimikan. Ikkilanib qoldi. Taylarchi mana shu yerga qo'yadigan bo'ldim. Hoppa. Yana bitta shkaf beraverdim. Ayo, ketdi. Bizga bog'a kerak bu mebellar taxtadan qo'yib. Hozir. Vaqtim yo'q. Anaga, endi baho beringlar. 10 ballik sistemadan nechi qo'ygan bo'lardinglar bolalar? Uy qanday chotki bezaldimi yo'qmi? Chin dildan aytaveringlar bolalar. Qanday chotkimi bu? Endi tashqarini bolalar. Tashqarini qilib chiqishimiz kerak. Mana bu yerda zavur bilan o'raymiz. Zavur gullarni tushib ketdim. Hoppa. Sal baga bor ekan, bu yog'ini zo'rlaymiz. Shunday. 64 ta ekan, arzon ekan bolalar bu yoqda narsalari. Bunday ana. Da gap yo'q. Nima qilmadi? Mana shu yozimda. Hoppa. Bunday qilamiz hozir bitta to'g'rilab anakay. Chotki bo'ldi. Hoppa, ana ochiladi. Kirib narsalar olayveraman. Ana chotkigina bo'ldi. Zavrcha bilan yopdik. Mana uyga ham gap yo'q. Svet o'chirib qo'yaylik, svet ketmasin.